hurmatli Jonboy ahli, Jonboy byudjet tashkilotlarining rahbarlari va boshqa hisobchilari. Mana uchrashganimizga ham 1 yil bo'libdi. Mana bu yil ham yilning boshidan Jonboyga birinchi safarimizni belgiladik. Mana shu sayyor qabulimizni Jonboydan boshlash kerak. Bunga sababimiz ham bor. Chunki Jonboy o'zining ishi bo'yicha har doim o'rnak bo'lib kelgan qolgan tumanlarga. Biz boshlasak, shu sayyor qabulimizda asosiy masala mana shu sizlarda kelib chiqadigan ish jarayonidagi muammolar, yechimlar bo'yicha va takliflaringizni olib ketish asosiy maqsadimiz. Ya'ni sizlarni mana shu ish jarayonida yengillik olib ketish maqsadimiz. Bu har turini amalga oshirish uchun oldin olish bir yettasi degan narsa yo'qolgan. Hozirda bu narsa bo'yicha to'g'ridan to'g'ri shartnomalarda 33 degan narsa bor. 30 sotuvchilar o'z mahsulotini agrobiznes platformasiga joylashtiradi. Joylashtirgandan keyin o'sha sotib oluvchilar, bular kimlar? Byudjet tashkilotlari, kooperativlar, outsourcing kompaniyalari o'zlarini mahsulotlarini shu yerdan xarid qilishlari mumkin bo'ladi. Tanlagandan keyin savdo jarayoni boshlanadi. Hisoblanmalarda tushumlar bo'yicha ba'zi o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni avval masalan 4 birlik hisoblanma haqida gapiradigan bo'lsak, asosini beradi, ijaradan tushmagan shunga rejimga kelib 200 beradi. Hozir endi u provodga bekor bo'ldi. O'sha cheklov qo'yildi. O'sha provodga bersangiz, aslida ogohlantirish chiqadi. Hech kim deganlar O'shani joylab qo'ysangiz, vaqtdan aktivda turadi. Yerda izlab qiynalib yurmaysiz. Tegishli mana nechta organ bizning dasturimizda bo'ladi. Masalan, hisob palatasi ko'rib turadi, departament ko'rib turadi, misol tariqasida korrupsiya agentligi ko'rib turadi. Shu jarayonda ko'rib turganda o'sha sizni bezovta qilib o'tirmaydi. O'rganganmisan, yo'qmi? O'sha yerda ko'rinib kelaveradi emas, o'rganganlik bo'lsa. Lekin shu jarayonda mana birgalashib, masalalaringizni mana bekorga biz viloyatdan ham berkitmadik mas'ullar. Shu yengillik bo'lsa, ishni jarayoni yana yaxshi ketsin. Jonboyda o'zini o'rni bor, statusi bor. Shu narsani yo'qotmaslik. Shuning uchun men behuda Jonboyga birinchi kelganim yo'q. Shu Jonboy vaqtida namuna bo'lgan, bundan keyin ham namuna bo'lib kelaverish kerak. Ish jarayoni bo'yicha. Hammalaringizga omad tilayman ishlar. Boshlayman. Salomat bo'ling.